Assalomu alaykum. Xayrli kech, barchangizni tungi parvozga taklif qilamiz. Cho'lpon yozadi. Hech to'xtamay harakat qilib turgan vujudimizga, tanimizga suv, havo qanchalar zarur bo'lsa. Bu albatta yoshlar teleradio kanali va Kinomaniya dasturi, ya'ni kino dunyosi hamda dunyo kinosi. Bilasiz, bu dunyoning sizga tanish va albatta notanish qirralari. Kelinchakning hayotidagi eng hayajonli kunida hamrohi bo'ldik. Tilagimiz kelinning baxti hamma qizlarga nasib etsin. To'y kuni bo'lsa faqat kelin va kuyov uchun emas, balki Hozirgi shart talabi sizlar uchun mana tayyorlab qo'yilgan mahsulotlardan salat tayyorlash. Nazarimda rahmat sizga. Uni tayyorlash murakkab bo'lmaydi. Mana sizlar doim syomkada bo'lasizlar, bo'lajak. Bugun ham osh bo'lsin oshxonasida bo'lib o'tadi bellashuvning qizig'i. Biz bilan kulishasiz, kulib to'lishasiz, yuzingizga chiziladi tabassumning chizig'i. Yo, o'zi bilasizmi, havo juda ham odamni aqlli qiladi. Havo ekilgan davolda shunaqa havo osilib turgan bo'lsa, odam aqlim sulkali o'tkichi kerak. Oxirgi paytda aqlim mag'zava bo'lib toshyapti. Aytib qoldim. Bormisiz, omonmisiz? Imkon shu yana efirda. Ekran yoniga yaqinroq keling. Biz boshladik. Assalomu alaykum. Ekran qarshisida o'tirib, bugun qanday yangi qo'shiq o'rganar ekanmiz deb kutayotgan bizning aziz muxlislarimiz. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan juda xursand. Tarannum deb nomlangan ko'rsatuvimiz orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan ashula va qo'shiqlarimiz andak bo'lsa-da ko'nglingizda zavq va shavq tuyg'ularini uyg'otsa, boshimiz osmonda. Buni qarangki, bitta insonni baxtli qilish eng baland tog' cho'qqisini zabt etishdan ham mushkul vazifa. yaxshi ham dunyoda shunday insonlar bor. Bo'lmasa tirik jon, kichkintoy vujudlar qarovsiz, keraksiz buyumdek ko'chada qolisharmidi? Keyin amalga aylanadi. Shunday ekan, avval xayollarga, undan so'ng bo'lsa tilga ehtiyot bo'lmoqimiz darkor. Bugun studiyamizga jam bo'lgan mutaxassislarimiz bilan shu mavzuda tilni eshittirish aynan ustozlar haqida bo'lgandan juda ham xursand bo'ldim. Darhaqiqat mana shu ustozlarni eslaganimizda baribir ko'zimizda qanaqadir bir boshqacha iliqlik paydo bo'ladi. Assalomu alaykum. Inson taqdiri vatan taqdiri bilan chambarchas bog'liq. Har kimning ko'nglidagi orzulari amalga oshishi uchun avvalo yurt tinch bo'lishi, el xotirjam yashashi, mehnat qilinishi kerak. Transport vositasidagi har bir jihozning o'z o'rni, vazifasi bor. Kichkina va ahamiyatsizdek tuyulgan ehtiyot qismlar ishlamay qolsa ham, haydovchi mashinani yurgiza olmaydi. Mamlakatimizda amalga oshirilgan terrorchilik harakatlari oqibatida bir necha begunoh insonlar qurbon bo'ldi. Ushbu mudhish voqealar har birimizni yanada sezgir, hushyor va ogoh bo'lishga chorlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari professional boksning o'ta og'ir vaznda chempionlik jangida Lennox Lewis Mike Tysonga qarshi ringga chiqqan ikkinchi raund boshlandi.